Ahmet dayı hizmet kılardı. Bayağı biri verdi. Qanday bayram bo'lyapti? Orman. Boy aka, assalomu alaykum. Ha bir istalikka bir nima qilib qo'ying. Mana bu yil bahor yaxshi keldi. Mana bayramlar yaxshi, yurt tinchlik, osoyishtalik. Mana shunday bayramlarga ulashaversin, insonlik, salomatlik bo'lsin, yilda xayr, baraka bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Tashkilotchilarga ham rahmat, avliy. Mana shu bayramni tashkil qilgan tashkilotchilarga hammasiga kattadan katta rahmat aytaman. Yashasin, rahmat. İki ora qo'yinglar. İki orama qo'yaveramiz. O'rin bo'lmi, o'rin bo'ldi. O'ral bo'ldi. Yerda. Bir kişi olaverasizlar. Mana. Kim kişi. Qo'shaling. Yerga bitsa qo'ying. Keling bak. Yaşan domla. Ha bir ishtarak olib qo'y. Xudo urib, tunokuni 2 kilo tandir jibdan aka bir joyda. Domlalarni yig'ma pulidan. Sen chara hamma bachilab o'tir. Bak. Alvonlardan qaysi chiqdi? İki kişi olaverasizlar. Ey yaşan rahmat. Yaşan. Ya duhu yetlak bir kişi. Ha yaşan. Arayı. Rahmat. Kamal, Xorman, Kamal. Ey yashang mana. Oshboz bosiga ham katta rahmat. Shuni qo'ying Ishqin aka. Endi zarar Navruz boshlanib ketdi. Jasurbek charchaman. Ashkunga ham mana. Hop, Po'lat Xorman. Sersabi sizning aka to'rlarni. Raisman. Ikkalari sersabisi Qabz aka. Ligini katta. Yettida shu yerga qo'yilgan bo'ladi. Guruchlar, oshlar, Qabz aka sersabisi ketyaptimi? Ha, o'tingizlar mehmonlar. Bahodir aka o'tirg'izing, Bahodir aka. Hammangizni mana shu kirib kelgan hozirgi yangi yil bayrami bilan, Navro'z bayrami bilan chin qalbdan samimiy tabriklayman. Sizlarga uzoq umr,
salomatlik, barchaningizning ishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar, zafarlar tilayman. Kim qayerda bo'lsangiz, hammangiz sog' omon bo'ling. Doimda uchrashaylik sizlar bilan. Mana shunday tantanalar, bayramlar bo'laversin, ulashaversin. Yana bir bor sizlarga salomatlik tilayman. Mulla Kamal. Mulla bu. Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar. O'rinbok ketmaytin. Hammalaringizni yangi yil bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'lingizlar. Mana shu bayramning tashkilotchilariga Zafar jiyan, Uktam sog' salomat bo'lsin. Xizmatlariga rozi bo'lsin. Hamma sog' salomat bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Kelgan yilimiz omadli yil bo'lsin. Hammalaringizga yaxshi xizmat qilingizlar. Momalarga taklif, uydan idish chaqirsin, bir qozon osh bor. Bo'lib uylaringizni olib ketasizlar. Lalilarimiz ijara. To'yxonaning lalisi. Idishimiz yo'q. Hozir olib boshlarda olib ketingizlar. Hammalaringizga rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar. Mulla bu bitta tabrik etib qo'yasiz. Davramiz keyin davom etaveradi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum azizlar, qishloqdoshlar, opalar, singillar, aka-ukalar, akalar, barchalaringizni bugungi mana Navro'z bayrami bilan chin yurakdan tabriklab o'tamiz. Mana hoji aka bir duo bering dedi. Mana yoshlar haqlariga dedi. Bir chiroyli duo qilamiz hammamiz bir jamoa bo'lib. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Parvardigor, avvalo yurtimizni tinch qilgin, elimizni obod qilgin Parvardigor. Mana shunday elimizda mana shunday bayramlar ko'p bo'laversin. Mana shuni tashkillashtirib, yigitlar mana tashkil qilibdi. Barcha tashkilga mana shunga qatnashganlarning barchasiga Alloh o'zi ajrini ziyoda qilib bersin. Alloh bularni yomon ko'zlardan asrab, insi jinslardan o'zi saqlab, Alloh yaxshilarga yo'liqtirib, yomonlardan yiroqlashtirib, doim ishlarini Alloh o'zi rivojini bersin. Kelinlar bilan qo'sha qarib baxtli bo'lib, farzandlarining, nevaralarining duosida bo'lib, farzandu nabiralari ham uni bo'lsa bersin. Alloh bu qilingan mana shu bayramlar o'zi ziyoda qilib bersin. Barchamizning xonadonlarimizga mana kirib kelgan Navro'z yangi yilimiz ham elimizga, xalqimizga, xonadonlarimizga qut baraka, fayz keltiradigan fayzli yillar bo'lib kelgan bo'lsin Parvardigor. O'zingga ibodat qildik, Alloh o'zingdan so'radik. Mana barcha yoshlarimiz haqlariga mana duo qilyapmiz, elimizning haqlariga duo qilyapmiz. Allohning o'zining va'dasi bor, duo qilinglar deb mana shu barcha qilingan jamoa bo'lib duolarimizni Alloh o'zi qabul qilsin. Hammalaringizning ishlaringizga Alloh rivoj bersin. O'ziga ibodat qilib, o'zidan so'radik. Amin. Allohu akbar. Rahmat, davom etaveringizlar. Bo'lsang ham, tog'lardagi bo'ri bo'lsang ham, zo'rlarning zo'ri bo'lsang ham, jigit bo'lsang o'z enangni jilatma. Sababga yig'ma boshini, ko'zlaridan to'kma yoshini. Maqtab yegin bergan oshini, jigit bo'lsang o'z enangni jilatma. Jigit bo'lsang o'z otangni jilatma. Duo qilar namozlarda, jigit bo'lsang maktab yurgan Kila berdiki. jigit bo'lsang o'z enangni jilatma. Jigit bo'lsang o'z otangni jilatma. Farzandlarning duosini olib doim Alloh ishlarini rivojini bersin. Mana shunday elimizga mana shunday dostonxon yozib yigitlar elning duosini olib yuraversin. Shu Allohdan so'radik, Allohning va'dasi bor. Duo qilinglar, duolarni ijobat qilaman. Jigit bo'lsang o'z otangni jilatma. Allohu akbar.
Rahmat. Zarrat pishni deyman deyishlar turishi mumkin. Nima? Ya bir 10 bin verin. Kaç ay kaç? Firdevs nimani kutyapti? Ye. Kaptan bu anıgılı. Tog'alar Sorg'ildan. Kaç? Nima chilga ololmaydi? Ololmayapti.